Samarqand zo'r shaharda shanba-yakshanba dam olish kunlari aylanishga boramizmi? Agar pravam bo'lardi, o'zimizni mashinada borib kelardik. Shuni ham o'ylaysizmi? Menda tanishlar bor. Rostdanmi? Ha, muammo yo'q, soqqasini qilsangiz bo'ldi. Kogon tumani Saryon mahallasida istiqomat qiladigan fuqaro yaqin tanishiga haydovchilik guvohnomasini 1 so'mda rasmiylashtirib berishni va'da qiladi. Evaziga esa 1400 AQSh dollari miqdorida pora talab etadi. Kelishuv aynan shu tarzda bo'lib, Kogon tumani O'zbekiston mahallasi Saidobod qishlog'i yo'l yoqasida shaxs bir fuqaroni aldab, vakolatli tanishlar orqali haydovchilik guvohnomasini olish uchun bo'lib o'tadigan test imtihonlaridan o'tkazishni va'da qiladi. Ana bu 1000 AQSh dollari. 400 dollarini prava tayyor bo'lgandan keyin beraman. Bo'ldi, kelishdik, gap yo'q. Fuqaro va'da qilingan 1400 AQSh dollari puldan 1000 dollarini qo'lga kiritib, juftakni sekingina rostlamoqchi bo'ldi-yu, ammo tegishli organ xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan shu joyning o'zida qo'lga olindi. Dastlabki tergov davomida fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-118-moddasi 1-qismi, 28-211-moddasi 1-qismi bilan ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilinib, mutanosib ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mazkur jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Qorabozor tuman sudiga yuborilgan va sudning hukmi bilan jazo muqarrarligi ta'minlangan. Mo'may daromad ilinjida jinoyatga qo'l urgan fuqaro endi qonun oldida javob beradi. Aziz fuqarolar, shu o'rinda sizga yana bir eslatma. Haydovchilik guvohnomasini hech qanday tanish-bilish orqali olishning iloji yo'q. Buning uchun siz vaqtingiz va ilmingizni sarflab, albatta ushbu hujjatni qo'lga kiritasiz. Bu esa sizda keyinchalik yo'llarda harakatlanish uchun juda katta yordam beradi.